Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa diyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağış kemeğimiz 26. yıl 5. ayının 15. günü haftaga cuma vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz yana şu Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump'ның Beijing ziyareti. 3 günlük Beijing ziyareti doğrusu buldu vatandaş. Beijing'de ziyaret ahırlaşkandan keyin Prezident Donald Trump vakatım məxsus Junanxayni ziyaret kıldı. Junanxayni ziyaret kılıp bir yerde sözlügen sözüde 4-5 cümlemesen bu katım kız ziyareti galba kıldık. Orta fikir almıştırdık. Almıştırgan fikirlerimiz hem galbelik oldu degen mezmunda sözüldü. Bugün vatandaşlar şu doğruda leksiya sözlüğümüz andan kıskaça. Yani kıska haberlerimizi vatandaşlara tapşırıyoruz vatandaşlar. Mavzumundaq. Prezident Donald Trump Junanxayni sayohat kıldı. Mavzulu haber 5. ayının 14. günü Venvit orbitida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump'ның Jungo ziyaretinin en ahırkı bir günü. Tushdan burun Jungo'nun siyasi hukuk merkezi Junanxayga berip prezident Donald Trump Jungo'nun reisi Xi Jinping bilan choy sohbati o'tkazdi. Mashina atrofda 10dan 55 minut o'tganda Junanxayga yetib keldi. Jungo matbuotları bu uchrashishni küçük doirlik uchrashuv deb atadi. Ondan keyin Prezident Donald Trump matbuot Prezident Donald Trump hizmet aralaş ziyafetga qatnashdi. Bir tarafdan sohbat, bir tarafdan ziyorat bodima. Ziyafet degan gap vatandaş. Amerika'nın Jungo turuşluq baş elchisi, Amerika Devlet İşlakası Marco Rubio, Maliye Ministri Bess Sen, Prezident Donald Trump hamrah bulup ziyafetga qatnashdi. Jungo tarafdan Merkezi Sekretariyatning sekretari Saychi, Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Devlet Mahkemesining vaziri Xelifing qatorliq kishilar qatnashdi. Jungo'nun reisi Xi Jinping'ning tanishtirishiga javoban Prezident Donald Trump javob qaytarib mundaq dedi. Men yaxshi ko'raman. Nəhayət yaxşı. Köpdən köp rəhmət. Yəni Junanxayning bağları, tarixi, avladı Xitayning tarixini ko'rsatib, shuni tanishtirib bo'lgandan keyin Xi Jinping anda onun javob berib, Prezident Donald Trump men yaxshi ko'raman. Nəhayət yaxşı. Köpdən köp rəhmət. Men bu qatimki Jungo ziyoratinin bek yaxshi ziyorat bo'lganligini sezdim. Biz ikki davlat boshliqlari nəhayət yaxshi natijalarga erishdik. Gap müşaheden dazılmış gapni Prezident Donald Trump Junanxayni ziyorat qilish jarayonida, sayohat qilish jarayonida so'zdi. Bu diplomatik iborami va yoki haqiqatan shundaqlar. İki devlet netije yarattık degandekmi? Bu belki Washington bu ziyorat to'g'risida hech qanday bir siyoset e'lon qilmadi vatandaş. Siyoset e'lon qilguncha endi saqlab turamiz, ha? Nəhayət yaxşı nima deydi, biz ikki davlat boshliqlari nəhayət yaxshi natijalarga erishdik. Nurg'un savdo kelishimi imzoladik va o'rtaq tanishga keldik. Xi Jinping ham intayin hurmatli rahbar. Men hurmat qilaman. Biz o'zaro tanishgili 11 yil bo'ldi deb ko'rsatdi Prezident Donald Trump. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Biz ikkimizning muhokamasi va hamkorligi orqali nurg'un masalalarni hal qildik. Biz ikkimizning muhokamasi va hamkorligi orqali
nurg'un masalalarni hal qildik. Endi konkret nima masala? Biz bunun hozir erişemaymiz vatandaş. Yani xabarga chiqib, matbuotlarda e'lon qilgandiki, andi xabar topimizlar. Boshqalar bu masalalarni hal qilishga chorasiz edi. Bizning ikkimizning munosabati bak yaxshi. Ondan boshqa biz muhokama qilgan masalalar ichida jumladan Iron masalasi bo'yicha o'xshash ko'z qarashga keldik. Hamma kishi Iron masalasining tez hal bo'lishini umid qiladi. Prezident Donald Trump mundaq ta'kidladi. Fosfor bo'g'izi echib etilishi kerak. Hozir Iron qamal qilyapti. Uning ustiga biz Amerika qamal qildik. Biz ko'pchilik bundaq bo'lishni xohlamaymiz. Fosfor bo'g'izining tez orada echib etilishini arzu qilamiz. Biz Ironning yadro qurollariga ega bo'lishiga ruxsat qilmaymiz. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. Biz yana boshqa nurg'un masalalarni muhokama qildik. Men bir oz turib bu masalani ikki suhbat vakillar doirasida, yani ikki suhbat deganda Cumhur taraf suhbat vakilleri ve Amerika taraf suhbat vakilleri. Nurg'un masalalarni bu ikki suhbat vakillar doirasida muhokama qilamiz. Men bu yerda Xi Jinpingga yana bir qatam rahmat aytaman. Hem Cumhur suhbat vakillariga rahmat aytaman. Biz ko'pchilik yaxshi do'stlarmiz. Biz yana bir qatam kelamiz. Prezident Donald Trump shunday ko'rsatdi. Yani bunday ko'rsatdi, kechiring. Bu yil 9-oyning 24-kuni Xi Jinping Amerikaga ziyoratga keldi. Shunday bo'lganda biz davlat boshliqlari o'zaro ziyorat qilishni ishga oshirgan bo'lamiz. Biz Xi Jinpingni o'xshashla Amerikada ana shunday yuqori darajada qarshi olamiz. Xi Jinpingning Amerikadagi ziyorati oxirlashganda yoki oxirlashgan chog'da men Cumhurni ziyorat qilganda ega bo'lgan ta'sirotga o'xshash ta'sirotga ega bo'lishini umid qilaman. Bizning Cumhurdagi 2 kunlik ziyoratimiz shuncha xushallanarli va shuncha muvaffaqiyatli ziyorat bo'ldi. Hozir torbetlarda asosiy gapda Xi Jinping yo'l qo'ydi. Xi Jinping bosh egdi. Xi Jinping shartsiz shartnomaga imzo qo'ydi. Barobar. Nima? Tangsiz shartnomaga. Xi Jinping tangsiz shartnomaga bosh qo'ydi, imzo qo'ydi degan gaplar chiqyapti. Yana bir nuqtada hech qanday bir shartnomaga imzo qo'ygani yo'q, shartnoma imzolangani yo'q deydi. Hozir bu masala to'rbet gaplar xilma-xil. Endi hozir mush so'zning o'zi qarasangiz vatandosh Xi Jinpingning Amerikadagi ziyorati oxirlashadigan chaqda, masalan, Amerika keladi 9-oyning 24-kuni oxirlashadigan chaqda men Cumhurni ziyorat qilganda ega bo'lgan ta'sirotga o'xshash. Men Cumhurni ziyorat qilganda ega bo'lgan ta'sirotga o'xshash Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilganda shunday ta'sirotga ega bo'lishini umid qilaman. Bizning Cumhurdagi 2 kunlik ziyoratimiz shuncha xushallanarli va shuncha muvaffaqiyatli ziyorat bo'ldi. Shu so'zlarni diplomatik ibora, diplomatik siyosat yoki davlatlararo cho'ng davlat boshliqlari o'zaro qilishadigan gaplar deymizmi va yoki Prezident Donald Trump bu qatam Beijingga yetib borgan siyosiy masalalar yoki savdo, tijorat masalalari, Cumhur Amerika munosabati masalalarida shunday zo'r g'alabaga erishgan bo'lsa, buni endi oldimizda siyosat bo'lib o'ttirib chiqqanda uni ko'ramiz vatandosh. Choy suhbati oxirlashgandan keyin Prezident Donald Trump xizmat ziyofatiga qatnashdi.
Keyin Prezident Donald Trump Beijing aeroportiga yetib kelib, havo armiya birinchi numurliq aeroplanga o'tirib, vatani Amerika qaytdi. 3 kun ikki kichik, 3 kun kechiringlar, 2 kechilik, 3 kun kunduz, 2 kecha Beijing ziyoratini oxirlashtirdi. Prezident Donald Trump Amerika qaytdi. Endi mushu kunlarda mushundaq vaziyatda, ya'ni ikki davlat boshliqlari Beijingda suhbat o'tkazgan mushundaq bir paytda to'g'ri betlarda e'lon qilingan qisqacha xabarlarda xabar topinglar vatandoshlar. Suhbat maydonida qo'pol so'zlar ishlatildi. Masalan, muxbirlar erto-berto deyishgandek bir ishlar yuz beribdi vatandoshlar, shu yerda qo'pol so'zlar ishlatildi. İki devlet rəhbərləri söhbətinin haqiqiy qiyafəti. Xi Jinping yükünüb tən alğan Amerikanın tuval mallarını setib elişqi maqul degan. Xi Jinping yükünüb oturub tən alğan Amerikanın tuval mallarını setib elişqi maqul degan. Prezident Donald Trump'ın İran doğrusu meydanını qollagan Tayvan meselesinde tamğı üsüb alğan görünüş. Bu Jingyuan torbitining 5 ayının 14 gündük xabari vatandaş. Ekranda Prezident Donald Trump bilan Xi Jinpingning asrlik söhbeti. Bu 21. asrning baş kunlari degandek mi? Asrlik söhbeti. G'alaba qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Beijingda hisob kitob qilishga boshladi. Demak, bu chunqur tarafim bor. Endi bu asosda keyin o'tirib chiqishi mumkin vatandosh. Donald Trump chunqur hisob kitob qilishga boshladi. Armiya, siyosiy, ma'muriy qo'sh bisli xanjar. Jonathan'ın kanıydın boğda. Tayvan Plus torbiti 5. ayının 14. günü yutup. Ekranda iki devlet söhbetinden keyin Devlet İşler Katibi Amerika Qo'shma Shtatlari Marco Rubio Amerikanın Tayvanga qaratgan siyosati o'zgarmadi deb ko'rsatdi. Bevosita anlatish Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Prezident Donald Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping o'tirisida Tayvan masalasi so'zlandi deb ko'rsatdi. Kelgusi bir necha kun ichida bu masala oshkora bo'ladi dedi Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Bessent. Mana shu abzas, yani sizlar bizni o'ylantirdi vatandosh. Kelgusida bir necha hafta ichida Tayvanga munosabatlik masala oshkora bo'ladi dedi. Xi qiziq nuqtalari bu Tayvandagi hal qilg'ich paytlar torbitining burunqi riyosatchi raisi edi, keyin hozir boshqa yo'tkilib ketdi torbitiga. Shu Xi'ning qiziq nuqtalari torbitida e'lon qilingan xabar. Hozir Moliya ministri Beysen Tayvan to'g'risidagi masalalar so'zlandi. Donald Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping o'tirisida boshda Tayvan to'g'ri so'zlanmadi deyilgan edi. Endi bu yerda so'zlandi, bu bir necha haftadan keyin oshkora bo'ldi dedi. Xi qiziq nuqtalari 5. ayning 14. kuni. Xi Jinping menga Tayvan kerak dedi. Amerika Prezident Donald Trump men mal elib keldim dedi. Gongzishan. Bu mustaqil obzorchi bir yosh bola bu. Mushundaq aytgan biz qarab turing ha. Xi Jinping menga Tayvan kerak. Suhbatda Tayvan to'g'risi yo'l qo'ysan Amerika degan gapda menga Tayvan kerak degan bo'lsa Xi Jinping onunla yarışa Prezident Donald Trump men mal elib keldim degan bo'lsa Gongzishanning bu xabarda
Uçak Tayvan doğrusunda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Xi Jinping'e nima degan bo'ladi? O vaqtida Xi Jinping "Menga Tayvan kerak" degan bo'lsa, u yana konkret holda nima degan bo'ladi? Prezidentning so'ziga javoban Xi Jinping nima degan bo'ladi? Yana bir xabar. Hech kim Jungo'ga yaqin kelmaydigan bo'ldi. Hozirgi mushu vaziyatda chet el kapitali Jungo'dan qochdi. Tayvan, Koreya, Sanction shirkatlari Jungo'dan chekindi. Jungo'ning bozorida hech kim o'yinga tushmaydigan bo'ldi. Jungo sanoat hozir axlatxonaga aylandi. Jungo fuqarolari yig'lashga, asrat chekishga boshladi. Jungolikning bozori faqat jungoliklar eshib qoldi. Jungoning haqiqiy ahvoli to'rbiti 5-oyning 15-kunida. Mablag' soladiganlar yo'q, shirkat ochadiganlar yo'q, savdo qiladiganlar yo'q, zakaz qiladiganlar yo'q, bordi keldi yo'q chet el bilan. Hozir Jungoning bozori faqat jungolikning o'ziga eshib qoldi deydi vatandosh. Bu Jungoning haqiqiy ahvoli to'rbiti 5-oyning 15-kunida. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Jungo ziyoratini oxirlashtirib, vatani Amerika qaytib yuqorida ko'rsatmoq. Endilikda yana bir xabar, qisqa xabar. Yaponiya ogohlantirish berdi. Butun dunyo hayron qoldi. Jur'at qilib Tayvanga chaqiladigan bo'lsang, Jungo, men sana oxirgi zamonni ko'rsatib qo'yman. Bunday aytganda, agar jur'at qilib Tayvanga chaqiladigan bo'lsang deydi Yaponiya, Jungo, men sana oxir zamonni ko'rsatib qo'yman. Yaponiya Tayvan diplomatik munosabat o'rnatdi. Butun yer shari Tayvanni e'tirof qildi. Jungoni embargo qilish umumyuzlik boshlanadi. Bilim xazis davri to'rbiti 5-oyning 14-kunida. Hozir siz bizga tanishlig'i buni ichida ikki davlat munosabati ait keng doiralik gap vatandosh. O to'g'ri ikki davlat munosabati bundoq bo'ldi deyishga taqa atigan. Hozir bu ikki davlat munosabati endi uchrashdi prezident Donald Trump bilan Jungoning raisi Xi Jinping. Endi siz bizga tanishlik masala azaldan so'rilib kelayotgan masalamiz Tayvan masalasi. Tayvan masalasi talay qatim o'tirg'i chiqib, talay qatim yengillanib, yana kelib, yana jiddiylashib, shunday kurash ichida yoki shunday bir vaziyat ichida kelyaptilar. Boshda aytdik, Moliya ministri Beysentning Tayvan masalasi to'g'risida shu bir ikki hafta ichida Amerikada bir siyosat o'tirg'i chiqadi deb. Bu qatim Beijingda Tayvan masalasini eg'izga olmadi degan xabarga kelgan edi. Men tuniga sizlarga so'zlayman deb so'zlayolmay qolganlik siyosati bor edi bu vatandosh. Eg'izga olmadi, lekin Xi Jinping Tayvan masalasi to'g'risida so'zladi. Tayvan masalasini yaxshi hal qilsak, yaxshi bo'ladi. Tayvan masalasini yaxshi hal qilmasak, vaqtida bizning o'tirimizni to'qinish yuz berdi degan yagicha so'zlagan edi Xi Jinping. Bugün hozir Tayvan masalasi tilga elindi, tilga elinmadi, xilma-xil matbuotlar, xilma-xil gap. Biroq hozir Beysentning gapicha Tayvan masalasi to'g'risida kelgusida shu bir necha kun yoki bir necha hafta ichida yangi masala yoki yangi siyosat o'tirg'i chiqadi. Endi hozir Tayvan masalasi ikki davlat Amerika Jungo o'rtasida bir termometr vatandosh. Tayvan masalasi siyosatdan qanchalik nozik bo'lishi, ikki davlatning munosabatiga bog'liq. Tayvan masalasi siyosatdan mo'tazil bo'lishi, ikki davlat munosabatiga bog'liq. Va sizlarga so'zlab o'tdik 4-oyning 10-11-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi ikki parcha maqola e'lon qildi. Maqola bayonot xarakterli ko'rsatma desangiz bo'ladi vatandosh. Unda deyilgan gaplarni biz sizlarga so'zlab bo'ldik.
Masalan, Tayvan bilan Jungo xalqi qachoniki ittifoqlashib birlik kelamiz desa, bu oldingi shart tinch yo'l bilan suhbat qurish. Onda partiya guruhlar o'zaro munosabat aloqada bo'lish degan gaplar. Hozir yaqindan beri Tayvanni yaqinda shu 10 ayının 4-cü, ya 10 ayının 10-cü, 11-ci günləri Amerika Dövlət Məhkəməsi Mışı fikrini ilan qılğanda Tayvan Gomindan'ın rəisi Jin Liwen xanım 4-cü ayının 7-ci günü də Beijing'ni ziyaret qılğan idi. Endi azı 2 gündən beri to'g'ri bitdi. Yana xabar kelib, bu Jin Liwen Amerikani ziyaret qiladi dedi. Bundan burun oralıqda bir chiqqan bu gap. Yo'qolab ketgan. Endi yana paydo bo'lib qoldi. Mushqatim kelendu qandaq. Ziyaret kemmisiz, ziyaret keldi degan nemisi. Buni surishtirib o'tmaymiz-ku vatandaş. Lekin gap bugungi leksiyada salmoqli gap nima desiniz, Beysentning degan so'zi yaqinda bir necha hafta ichida Tayvan to'g'risida bir siyosat o'ttirg'i chiqadi degan gapi. Shu vaqtida andishki davlat Amerika Jungo o'tirishga munosabatdan taraqqiy qilib qayerga kelganligi to'g'risida siz bilan biz muayyan xulosa qilaymiz vatandosh.